Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men sizlarga bir voqeani aytib beraman. Farg'onalik bir opamiz. Opamiz shundayki, hattoki maktabda ham o'qimagan. Ota-onasi o'lib ketadi. Bir erkakka turmushga chiqadi. Shu farzandlik ko'radi. Farzand ham nogironlik holatida. Turmush o'rtog'i vafot etib ketadi. Ayol aka-ukani uyiga sig'maganligidan qo'shni davlat Qirg'izistonga ishlagani ketadi. U yerda musorxonalarda ishlab yuradi. Bolasini yaxshi insonlar ko'magida 2-3 yerlardan operatsiya qilinadi. Mana sinimiz Alloh rozi bo'lsin, Qirg'izistonda shunaqa bloger buni ko'rib qolib, chidab tura olmasidan mana videoda ko'rib turibsizlar, Qirg'izistonda ehson yig'adigan bolalar, ehson qiladigan shu xayriya jamoalariga borib, hammasiga murojaat qilib 2 oy davomida $9,5 ming pul yig'ishadi. Bu bolani operatsiya qilish kerak, pochkasini. Hozir pochka bir tomoni qurib ketmasdan ikkinchi tomonga klapan qo'yish kerak, mana buni olib tashlash kerak. Bitta oyog'i ham kalta. Hindistonda o'pshi $20 ming ketadi deyapti. Onasini ham birga olib kelish kerak edi. Onasiga yana sinov kelib, Bishkekka yetib borishganda onasini appendisi yorilib ketib, operatsiya qildirishib, hozir 1,5 ming pul unga ishlatishadi. 8 ming pul bilan hozir O'zbekistonga keldi. Bu sinim menga aloqaga chiqdi. Sizlarda O'zbekistonliklarning bolasi. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Aka, siz ham podeshka qiling dedi. Men ko'rdim, xursand bo'ldim. Qo'shni davlat Qirg'iziston xalqiga qo'lim ko'ksimda ta'zim qilaman. Rahmat. Shunchalik bir miskinni qarab turmasdan, bu boshqa davlat farzandi-ku demasdan shunchalik yordam qilganligi uchun katta rahmatimni aytaman. Bu balani negizi batkende bardығы muhtajlar deb bilishет. Qo'ldan kelgan bari yordam berib kelib yurgan. Anan biz ko'rib qarab tura olmadik. Qo'limizdan kelgan adamlarning bardығын alib borib joliqtirdik, ko'rsatdik, video qilib chiqardik. Qo'limizdan kelgan shunday aqchani cho'qtirdik. Qutilar yig'ishi va yirishib aylanishi bu hozir nogironlik nimasiga berilgan, bu yo'q, shu maktabidami, nogironlik maktabida. Maktabdan chiqqan bu bola. Sebep degende mana emesi menen bolboyt ekendagi hozir muallimler o'zlari kelib uyda o'qitishadi bu bolani. Uyda o'qitishadi. Alloh rozi bo'lsin. Bu bolani internetda bularga gapirgan bitta gapini eshitib qolib, o'zim ham xijolat bo'lib ketdim. Ko'p bolalar meni qo'shmay qo'ygan. Mana qanaqa narsa ko'tarib yuraman deydi. Bir yerga choy ichgani borsa ham, o'ynaganda ham men bilan hech kim o'ynashmaydi deydi. Bu eng katta sinovda. Hozir xudo xolasa biz $8 ming bor, $12 ming pul yig'sak bo'ldi, ko'p emas. Xudo xolasa shu paketdan qutuladi, klapan bir tomonga klapan o'rnatiladi. Xudo xolasa shu bolani yashab ketishida, onasini, bemor onasini xizmatini qilishida siz bilan biz sababchi bo'laylik.